Hamma qadr dollarim, sog' omonmisan? Men senlarga hozir tabiat go'zalligidan bir lavha ko'rsatib o'tib ketaman degan. Tushundingmi? Bor oldin tabiat go'zalliklarini bir ko'r. Qara, tabiat qanday go'zal. Mana o'zimga kichkinagina bo'lsa ham Gavoy orollarini yaratib oldim. Mana hozir yozgi kabinetda o'tirib, yaqinda kabinetlar ham bitsa kerak. Hayot shunaqa. Hamma narsani o'zing yaratasan. Harakat qilsang bo'ladi. Ana nimani ko'rishganda, ana aqllilar. Men hayotimda keyin jeshak aytib berib o'tib ketaman. Hozirchi men ana o Gavoy orollari deyapman, senlarga oldingi nimamda chiqdim. Mana shungacha vaqting bo'lganda kelib tushib ketaver. Kelajakda nevaralaringga maqtanib yurasan. Bobo, Gavoy orollarga borganmisiz? Ha, borganman. Mana shu yerda rasmga tushsa Gavoy orollari kelib chiqadi. Bu Xudo bergan manzara, buni hech kim qaytara olmaydi. Bu san'at asari deyman. Ajoyib narsa. Shunday kunda, shunday narsani ko'rib o'tirgan go'zal hayot ko'rgan men qatla shukr. Nolimasam bo'laveradi, o'rtoqlar. Zakonni yomon bas hayotim. O'zimni Gavoy orolim kichkinagina bo'lsa ham. Mana shunaqa. Senlarga qiziq nimani aytasiz? Men sizlarga bitta narsani aytib beraman. Men o'qishgan universitetda. Mana shunda men domlam Qobilga Karimbekov bo'lgan. Ha shu domlarni juda yaxshi ko'raman. U ham meni juda yaxshi ko'rgan inson. Otaginam deyardi. Ikkovimiz ko'chaga yuraverardik aka-uka deb. Juda qiziq, ajoyib inson edi. O'ta meni o'ziga yaqin olgan. Mensiz zerikib qolardi u inson. Shu insonni ham bir ko'rgani bora olmadim. Ammo tarixdan o'qitgan. Yaxshi inson. Juda o'ta ko'p professorlar o'qitdi. Esimda ham o'qitmagan professor qolmadi yo'q. Yaxshi ko'rgan nimalarimning ichida shu Ravshan aka mayor bo'lardi. Ikkovimiz bardamaza qilib o'tiraverardik. Darsga ham bormardim. 5-10 yil o'qib o'tkazib yuboribman darsga kirmasdan. Har semestrda haydab borib. Mana shunaqa qiziq hayot. Endi xotiralar o'zing bilasan. O'tmish o'tib ketadi. Xayolan ko'rishing mumkin, lekin uni ushlab ko'ra olmaysan, u yo'q narsa. Shuning uchun o'tmish bilan ovora bo'lmaslik kerak, kelajak uchun kurashish kerak. Eng kuchli inson bilasanmi kim? Eng kuchli inson bu o'z-o'zini davolovchi inson bo'ladi. Mana qanaqa qattiq jarohatlarni ko'rdim, qanaqa qattiq armiyada, bu yoqda 8 soatlab operatsiya yotish, ulab qo'yish, qo'l oyoqlarni qatirib qo'ygan, lekin yuribman. O'zingda xohish bo'lish kerak. Shunda kuchligingni isbotlab berasan. Polvon bo'lish uchun deb bo'lish shart emas. Kichkinagina bo'lsang ham duxing bo'lsa bo'ldi. Ammo hayot o'ziga o'zi yozadi. Bu hayot xuddi o'qilmagan bir kitobga o'xshaydi. Buni hamma o'ziga o'zi yozadi. Mana shunaqa hayot. Qiziq yashash. Baribir o'tkazishing kerak. Boshingda bor, tirikmisan, u narsani ko'rasan, tak-tak. Mana Xudoga shukr, mana shu yerda Xudo xolasa obod qilaman, niyat qilyapman. Cho'tik qilib xalqim uchun obod qilaman, bir mazza qilib hayot go'zalliklarini ko'rsin, tabiiy narsalarni ko'rsin, dillari yayrasin. O'shani o'zi yetadi menga duo qilishib qo'ysa. Nima kerak bor menga pulda? Bu yoqda hech narsa yo'q, olib borganing mana. Shu yerda odamlarni xursand qilganing qoladi. Mana shunaqa niyat qilib qo'ydim, Xudo xolasa boshladim. Kimda qanaqa g'oya-poya bo'lsa ham kelishavergin. Yo'qolib qolmasdan, Makka monaqa deb loyihang bo'ladigan bo'lsa. Uyalib o'tirmagin, ha? Menga mana ko'rding-ku. Tabiat go'zalligi bor bizda. Hali uni yo'qotmaganmiz. O'sha tushkunlikka tushmaslik kerak. Odamlar o'chib yotibdi, suv kamaydi. Suv kamamaydi. Sirdaryo tagida yana bitta Sirdaryo bor.
Sirdaryoni totib olganman, yana o'sha Sirdaryo o'zida yoqadi. Bekorga Sirdaryo deyilmagan. Bundan odamlar cho'chmanglar, tushkunlikka tushma xalqim. Umuman bo'lmagan narsa bu. Suvni Xudoyim yetkazadi. O suvni muammo deb o'ylab yotmang, ertaga suv yo'qolib qolar. Yo'qolmaydi. U Xudoyim har doim bergan beradi. Yani tushkunlikka tushmasdan harakatda. Mayli, o'rtoqlar, zeriktirib qo'ymay. Yo'q, qolsa aloqaga chiqaver.